Sharqi Turkistonda bostirishni kuchaytirayotgan Xitoy kommunistlari bu oyning 5-dan boshlab Otish oblast miqyosida yurgizayotgan bostirish siyosatlari doirasida butkul uylarga kuzatish guruhi avatganligi bildirildi. 6 kishidan tashkil topgan bu guruhning har kuni bayroq chiqarish murosimidan keyin kent aholilarini bir yerga yig'ib, o'tmishda soqol qo'ygan, yog'liq tangan, uyda joynamoz saqlagan, uyi va etiz eriqlarda namoz o'qigan, uylarda dinni kitob saqlagan kishilarni o'tirg'i chiqarish to'g'risida buyruq berdiganligi o'tirg'i chiqdi. Saqchi va hukumat ma'murlaridan tarkib topgan bu guruhning Uyg'ur va qozoqlarni payloqchilik qilishga majburlaganligi ma'lum bo'ldi. Sharqi Turkistonlik bir oilaning Turkiyaga kirishiga ruxsat qilinmaganligi ilgari surildi. Dünya Uyg'ur qurultiyining bayonotiga asoslanganda, Sharqi Turkistondagi yig'ilish lagerlari haqida dunyoni axborot bilan ta'minlagan Ömerbek Alining ayoli Ro'shangul Toshmuhammad va qizining Turkiyaga kirishga yo'l qo'yilmaganligi ro'shan bo'ldi. Bayonotda Ro'shangul va qizining Otaturk aerodromida tutib turilayotganligi va Xitoyga qaytirib etish xavfidan andish qilayotganligini bildirdi. Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Komitetida Uyg'ur masalasi o'tirib qo'yildi. 18 sentyabr o'tkazilgan 39 navbatdagi yig'inga qatnashgan Dünya Uyg'ur Qurultay hay'ati Sharqi Turkistondagi vaziyat va natsist lagerlarini o'tirg'i qo'ygandan keyin Avstraliya, Germaniya va Fransiya boshchiligida bir qancha davlat Xitoyga norozilik bildirdi. Vakillar Sharqi Turkistondagi yig'ilish lagerlarining taqilish kerakligini o'tirib qo'ydi va Xitoyni birdek aybladi. Yemen ve Saudi Arabiston arasında 4 yildek vaqtdan buyon to'qinishlar uzluksiz davom qilmoqda. Saudi Arabiston agentligining xabariga asoslanganda, Yemen zimindan Saudi Arabistonning janubiy Zahra rayoniga raketa hujumi qilingan. Etilgan raketa bir masjidni o'z ichiga olgan ba'zi qurilishlarni buzg'unchilikka uchratgan. Vaqada o'lgan yoki yaralanganlarning yo'qligi bildirildi. İşgaliyatçı Xitoy kommunistlari Sharqi Turkistondagi inson qalbidan chiqqan jinoyatlar bilan yig'ilish lagerlariga qamalgan va soni 1 milliondan 3 milliongacha deb taxmin qilinayotgan Uyg'ur va qozoqlarning vaziyati qarta islom dunyosi bo'lgan Malayziyadan mu inkas keldi. Sobiq bosh ministr Anvar Ibrohim Uyg'ur masalasining Xitoyning ichki masalasi emasligini, ochiqdan ochiq irqiy qirg'inchilik ekanligini o'tirib qo'ydi.